Hey yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan bugun Ayzut kanali bo'ladi. Bugungi videoda biz, ya'ni men car parkingda yangi mashina sotib oldim. O'shani borib, pulini to'lab qo'ydim. O'shani borib hozir olib, sizlar bilan aylanamiz ko'chalarda. Ketdik. Ancha manzilga ketyapmiz, to'g'ri ketyapmiz. O'zinglarda nima gaplar? Yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Tinchmi? Hamma joy. Yozinglar kommentariyaga. Videoga like bosinglar, obuna bo'linglar. Menda yaxshi yuribman. Uchta video chiqarib. Bu meni 3-videom. Endi bilmadim. Obunachi yig'amizmi? Obuna qo'yinglar va like bosib kommentariy yozinglar. Mana yangi mashinam. Mana Empower motor, turli twin turbo bu, stage 2+ da. Option hisoblasak 1000 tadan oshiq ot kuchi. Endi hozir drift qilib ko'ramiz. Orqasini ham ko'raylik-chi. Bu tuning qilingan migalkasi bor. Unga ruxsati bor. Ruxsat berilgan. Bu mashina benzinda, metanda emas. Yo'q, probandda emas, benzinda. Emblemasi old bilan orqasi tushib qolibdi. Spoiler qo'yishimiz kerak bunga. Unga keyin spoiler qo'yib olamiz. Tom karbon. Diskalar o'ziga yarashgan. Shu tomon bu podpiskasi o'tirib qo'yganman. O'shani to'g'rilab qilishimiz kerak. Ketdi. Qani fa. Oche. Emerald. Hamma joy karbon. Rulam karbon. Ketdi. De bir daqiqa kutib do'stlar, buni ovoz qaranglar. Ovoz eshitdingizmi? Go. Gidiyoruz. Duruz bul. Vay, carimeye düştük. Trafik düştü gene. Abi işlepti. Evet, kendisi bu maşını kendilerine oturttu. Küçük cüzdansak inanız gitti. Gitti. Bizde bilasizlar, maşını drift rejimiga qo'ygan ekan, upravlение qilib. Bu sal qolya bufer tishi. Buferi palon pul ekan buni ham, buferi juda qimmat ekan. Chunki o'tgan safar jo'ramni mashinada shunday bo'ldi. Arqa bufer urilib qoldi, juda qimmatga ketdi. Keyin taxlatdi. Hozir ehtiyot qilib drift qilib ko'ramiz. Ehtiyot qilib drift qilib ana biz ham urdik. Voy balakat. Nima qilaman buni endi? Mashina o'chir. Derazasini hay. Nima qilmay derazani almashtira olmaydim. Qaranglar. Balakat. Nima bu? Yomon bo'ldilar ekan. Maqsam bo'ladi mana. Diska yetmabdim. Diska ham palon pul buniki. Karbon hamma joy. Kapot ishlamayapti. Voy, kapotga ham qirilibdi. Bundan beri qishyapti.
fara singan, bufer sinni. Bufer ham karbon edi. Mana bu nimasi radiator panjarasi nima deydi? Reshetkasi. Ana shu singan bo'lishi kerak-da. Karbon sinmaydi-yu, qayriladi, sinadi bu ham. Falakat. Bo'lsam ketdik do'stlar. Ketamiz, farqi yo'q. Qaraga. Ketdi. Uchyapti. Ana bunday qilamiz. Ketdi. Ay. Tamam. Ay falakat bo'lmaydi. Ket. Drift. De. Şey yaptık şey. Urvagam yonildi. Yangi mashinal. Bu 2018 mi? Nechi bu? Bilmayman yilini. Düstumdan aldım bunu. Vay felaket. Diske. Kasabet balaman da bana. Motion Gülüşler Akrapovic Titan yasalgan. Motion parası qimmatı. Banfer qo'ygan. Diskasi $3000. Megalga hayt rasomnomasi bilan $150, $200. Karbon 1200, tepas karbon 3000. Farahay original bu o'ziniki top deydi. Krillosi manimcha bu ham karbon bu sinmagan karbon olib qo'ysa bu ham $300 bo'lsa kerak. Banfer to'plar xayr radiator fara yomon ketira. Farani originalda endi Xitoy qo'ymasam kerak. Originalda palon pul. Git. Ustaya boraylikchi. Uçağımız gittik. Bir rebe dak koyalım ne göre. Çarçavadım. Добрый настроение. Güzel. Kara göreza. Zaten istem ki palamış. Ben düzeltek. Opa düzeltek. Vay. Adadan $3200 minus bill. Balon almashtirish yuboramiz biraz. Sekin. De qilib. O, novishina. $3000. Sekin qaytamiz. Bo'ldi. Bugungi videomiz shundan iborat edi. Kimga yoqqan bo'lsa, alohida like bosib, kommentariy yozib, obuna bo'lib qo'yishlarini istayman. Sizlarga sog'lik, salomatlik va omad tilayman. Sizlar bilan Ayzod kanali bo'ldi. Hammaga